Voy, endi karavot o'rniga qancha odamlar oborsa kerak bu kresloni. Yengillik qilishdan to'xtamaydigan Adix kompaniyasi mana sizlar uchun maxsus model Miami. Okalar, sizlar bizdan so'radinglar, biz sizlar uchun qildik. Ko'pchilik bizdan tekis holatda yotgan 180 gradusda yotgan kreslo massajyor so'rashyotdi. Mana sizlar uchun maxsus qilindi. Bu 90 gradusdan 180 gacha yotadi va karavotda yotganda ham massaj olsanglar ham bo'ladi. Va eng zo'ri oyoq qismini ham ganna stopni aylantirgan va cho'zgan holatda ham mexanizm qo'yildi. Bunaqasi hali hech kimda yo'q va bunaqasi faqat Adixda okalar. Bu o'rta qism, oyoqning ikralarida, oyoq uchlarida mexanizm bor va qo'lni teglarida ham mexanizm bor va roliklari ham geliy holatda 16 ta avto rejimda massaj qiladi va tablolar ham ko'ryapsizlar o'zbek tilida va yelkani va bo'yinni va qo'llarni va orqa qismlarni alohida qo'yilgan rejimlarigacha bor. Bu yerda ko'ryapsizlar besparotli zaryadkasi ham bor va ranglari ham cho'ko rangda va detallari tilla rangda qilingan. Okalar, narxi ham zo'r chiqqan. $2700 dan 5 yil kafolat bilan bizning do'konga kelib xarid qilsanglar bo'ladi.